Hozir bitta edit ko'rib qoldimda, sizlar bilan ulashgim keldi. To'g'risi, aurani haqiqiy timsoliday bor bu odam. Shunaqa bir jimirlab ketdi, to'g'risi. Bir maza qildim. Qani edi shu davrlarda men futbol ko'rganimda, qani edi shu o'yinchini men jonli efirda ko'rganimda. To'g'ri, hamma videolarini ko'rganman deyarli. Lekin o'yinlarni qanaqadir jonli ko'rganimda 90 minut. Haqiqiy aura timsoli. Marhamat. Prosta jinna bo'lganlar. Unaqa uzoq faoliyat ko'rsatmagan. Lekin shunaqa yorqin faoliyat ko'rsatib qo'yganlar. Jinnilar turish qaranglar. Chiqib kelish qaranglar. Mana nishonlash kerakchi. Prosta aura bu. Prosta jinni bo'lganlar. Bu editga borib, ana karate stilda Crystal Palace muxlisini oqqizib qo'yganlar. O'sha narsa yetishmayapti, o'sha joyga yetishmayapti. Keyinchalik ham bekorga aktyor bo'lib ketmaganlar. Sohadan bir singil bo'lgan, haqiqiy goat, o'sha paytda haqiqiy goat. Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca.